Hamidullo aka, Zulfiya opa, yana bir bora xush kelibsiz. Va navbatdagi savolimiz shundan iboratki, kuni kecha albatta davlatimiz rahbari, hurmatli prezidentimiz madaniyat va san'at vakillari bilan uchrashdilar va u mana shu uchrashuvda aynan madaniyat va san'at yo'lidagi ijodkorlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratildi. O'zimni olganda mana shu uchrashuv haqida to'xtalsak, bu uchrashuv sizlarga nima berdi? Qanday motivatsiyalar oldingiz? Avvalambor savol uchun rahmat. Men o'sha ko'rsatuvni, o'sha nimani uchrashuvlarni ko'rsatuvda ko'rib o'tirganimda, bilasiz, men o'zimga shu yurtboshimiz tarafdan bizga ajratilgan mana shu imkoniyatlar berilgan shart-sharoitlardan men o'zimga katta mas'uliyatni olgandek bo'ldim. Endi shunday sharoitlar bo'lib turganda, shunday imkoniyatlar berilib turganda, yurtboshimiz tarafdan yoshlarni, ya'ni san'atkorlarni qo'llab-quvvatlab turganda biz nimaga ijod qilmaymiz? Men taassurotlarim juda ham boshqacha bo'ldi. To'g'risini aytsam, menda shunaqa narsa bor. Masalan, shu bitta narsa, har bitta san'atkorda bitta qo'shig'ingiz yoki bitta bir o'ylagan rejangiz amalga oshadi va u qaysidir ma'noda kimdir tarafdan bo'lsa ham maqtalsa, u sizga yanada motivatsiya beradi, yanada shijoat, ilhom beradi. Men shu yurtboshimizni gaplaridan va berilgan shart-sharoitlardan juda ham ilhomlanib va o'sha kundan mana xotin ikkalamiz o'tirib katta oldimizga maqsadlar qo'yib, qo'rqmasdan endi ijod qilish kerak deb. Yurtboshimiz bizni farzandlarimiz deb turganda biz nimaga ishlamaymiz? Biz farzand bo'lib otamizga, yurtni otasiga qanday biz xizmat qilmaymiz? Ya'ni shu yurtga. Albatta. Sizda sizda ham nazarimda fikrlar bor bu haqda. Bizni O'rta Osiyodagi yagona teatrimiz Muqimiy nomidagi O'zbek davlat akademik maqomiga erishishini bu asosiy tashabbuskori, asoschisi akademik bo'lishiga albatta bu bizni prezidentimiz muhtaram yurtboshimizni tashabbusi bilan akademik unvonini oldik. Avvalambor mana shunday bizning teatrimizga bu e'tibor, katta baxt. Hozir gapiryapman, to'lqinlanib, nima deydi? Butun hayajon, o'zimni boshqacha his qilyapman, chunki bu davrlarga bu teatrimiz O'rta Osiyoda yagona deganim murakkabligi bor. Tomoshabinga biz sahnada ijodkorlar, aktyorlar o'zini kechinma san'atini ijro qilish, nima deydi, o'zini namoyish qilish bu juda ham murakkab. Qo'shiq, ariya kuylarimizda o'sha nima deydi, qiyinchilik qolaversa, qo'shiqdan o'sha obrazlarimizga ko'chishdagi nima deydi, perexod deydi. Bu narsa jarayon juda ham murakkab. Bu narsani ustozlarimiz, betakror ustozlarimiz o'tgan, misol uchun o'sha O'zbekistonning onasi Lutfxonim ayalar, Farog'at Rahmatovalar, Maryam Ixtiyorovalar, qolaversa Surat Po'latov, Hamza Umarov, Razaq Hamrayev, ularning nomlarini aytsa juda ham cheki yo'q, ko'p san'atkorlar. Mana shunday ustozlarimiz juda ham orzu qilib o'tganda bu davrda. Mana shu bizning teatrimizga mana shu yurtboshimiz tomonidan berilgan bu katta e'tibor biz hozirgi davrdagi ijodkorlarni juda katta baxtimiz, omadimiz bo'ldi. Qolaversa bizga katta mas'uliyat yukladi. Mana yaqinda yana e'tibor berib, bizni teatrimizni boshdan oyoq rekonstruksiya deydimi, o'sha ishlar boshlanadi, xudo xolasa. Albatta teatrimizni yana ham muhtasham bir chiroyli bir ko'rinishda bo'lsa, poytaxtimizning markazida joylashgan. Qanday qilib siz ilhomlanmasdan, qanday ijod qilgingiz kelmaydi? Ijod qilasiz, ham to'lib toshib ijod qilasiz. Sizga nima deydi, o'sha ishingizga yaxshi xordiq bo'ladi-da. Ishxonaga kirib kelganingizda albatta birinchi o'rinda kayfiyatingiz ko'tariladi. Chunki chiroyli, muhtasham joyda ijod qilish, uni gashti, sururi, fayzi bo'lakcha deb bilaman. Ana endi mana shu ilhomlanib ijod qilingan bir asardan tinglasak, sizdan qo'shiqdan tinglatsak, nima deysiz?